3 yil 4 yildan beri bu ishimni xalqqa berishmayapti hech kim. Mani tomim aqa 120 o'tib ketyapti. Mani tinglaydigan odam bo'lmayapti. Endi nari taraf deb 1,5 metrdan ham ko'p chiqib ketganda buzib olmaguncha men murojaatim to'xtamaydi boraman. Nimaga? Men ham insonman-ku. Bitta qonun menga emas-ku, unga ham bor-ku. Mana shu ochiq bo'lsin, ko'prikni men ko'tarib tozalab, yana ko'prikni qo'yaman deb tushuntirdim unga. Yo'rimga ko'tarib ketmayman. Meni farzandlarim bor. Shu toraytirib qo'yapti. Katta mashinada men yem hashay olib kelsam, g'o'zatay olib kelsam, ulardan toshib kelishim kerak. Rumli orqamachasi kirib, to'kib ketaveradi. Hali qiyin qilib qo'yapti vaziyat. O'ylamaydigan oxiratda. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentga murojaatim. Men Marg'ilon shahar Tinchlik ko'cha Ahmad Yassaviy mahalla 285-xonadonda yashayman. Madumarov Fazliddin ismim. Endi shu ko'chaga chiqib keladigan xotin torayib qoldi. Qo'shni qo'shib oldi-da, Endi ko'chadan qo'shib oldi. Endi musurni ham yo'lda qirg'og'iga olib chiqtirmay meni diqqat qilyapti. Oxiri shu murojaat qilishga majbur bo'ldim. Kadastrga bordim, hokimiyatga bordim. 3 yil 4 yildan beri bu ishimni xalqqa berishmayapti hech kim. O'zbekistonning fuqarosiman men ham. U inson ham noqonuniy ko'chani qo'shib olgan ham o'sha fuqaro, lekin bitta tug'ilib o'smagan. Boshqa yoqdan kelgan bu odam. Ariq bor, 4 metr naryoqda ariq bor, hozir ko'rsataman. Oldingisida ariqda o'sha ko'prikning u tarafi ham ochiq bo'lgan. Bu tarafi ochiq, u tarafi ochiq bo'lgan. Naryoqda bitta ko'p oling-da. Shunaqa ochiq bo'lganda bu yo'q. Ketmon lapatga sig'aydigan bo'lib, mashina ochiq bo'lgan. Mana shu. Mashincha ochiq bo'lgan. Gideti 40 santimetr. Mani devorim bo'lgan, maytgacha bo'lgan. Xomg'ishda uydan g'ish quyib, aka-uka urgan devorim bo'lgan. Pastroq bo'lgan, lekin mehnat qilib g'ish quyib urib berdim cholikamni. Orqasiga tandir ham qurib berganmiz aka-uka. Endi hozirga kelib, bu burchakni oling-da. Qaysi usta shunaqa qilib qiladi? Mani tomim aqa 120 o'tib ketyapti. Endi qaysi usta qanaqa qilib men rovot qo'yaman batga, darvoza qo'yaman. Meni tinglaydigan odam bo'lmayapti. Murojaatim shu. Mayt yo'l bu taraf. Orqa tarafda ikkita mahalla chatdan qatnaydi, bog'chaga, maktabga. Chetdan qatnashadi. Mashinani chetga qo'ysam, yonidan skuter, velosiped, 3 g'ildirali nima sig'mayapti. Oldingi holatida ikkita mashina o'tib, Oldingi holatida ikkita mashina bemalol sig'ardi. Turganda yonidan bemalol mashina o'taverardi. oldin devor o'ynaytan bo'lish kerak, devor qirg'idan bo'lish kerak. Yo'q, mashina edi, lekin ochiq edi, nariroqda. O'sha nariyoqda bo'lish kerak. To'g'ri. Devoringiz nariyoqda bo'lmadi, devor nariyoqda. Mana bu devor turibdi-yu, ashuni bo'yida edi. Faqat mashincha atkosi ochiq edi. Mashincha. Atkosi ochiq edi. Ani 40 santimetr ochiq. Endi nari taraf gideti 1,5 metrdan ham ko'p chiqib ketganda, u tarafdan boshlagan u qilish. U ko'chaning boshidan 1,5 metr qilib qurib kelganda. Qurib kelgan. Umniylik qilib ag'dan qurib keldi. Xo'p, qurib keldi-yu, bitta aytdimki, joyidan qildilar. Metrini joyidan qildi. Bu ag'dan olding. Sen chetdan qilaman. Men mashnaqa qilaman, qilib urishib ketdi. Endi xo'p, qilishga qildi. Bundan 5 battar joylar ham buzilyapti. 5 etажga 6 etажgalarni ko'rdim buzilgan. Buzib olmaguncha men murojaatim to'xtamaydi boraman. Nimaga? Men ham insonman-ku. Bitta qonun menga emas-ku, unga ham bor-ku. Men shuni tarafdoriman, shu mahalla qatnaydi, o'sha joyiga qo'yib qo'yishni xohlayman. Mana shu ochiq bo'lsin, ko'prikni men ko'tarib tozalab, yana ko'prikni qo'yaman deb tushuntirdim unga. Bu aytdiki, ko'prikni bosadi deb. Hozir bostirib ham qo'ygan. Men uni ko'tarib bo'lmaydi. Damkiratlar bilan ko'tarib biz ariqni tozalab,
birinchi ko'pirga metta bo'lgan. Mana ko'rsatingda, birinchi mettadan keyin munga oldim. Kelgardim. Mashka bu pilta ko'tarilaveradi bu. Damkirat bilan faqat. Damkirat, kran bilan mashina olib kelib, ashitam rasvo bo'ldi mana. Men istayashgani quyganman, qo'shnini chegarasiga, qo'shnini chegarasigacha istayashga quyganman. Chiroyli qilib odamlar nima bo'lmasin. Men u tarafga ham quydim. Loy chekib, kechib o'sha uyimni o'sha olashga qilib qo'ydimki, loy ezib yurishmasin yomg'irda. Mahalla. Endi yaxshilik qiladi-da insonlar. Men ham yo'rimga ko'tarib ketmayman. Meni farzandlarim bor. Shu toraytirib qo'yyapti-da. Hali katta mashinada men yem hashay olib kelsam, g'o'zapay olib kelsam, unaqa toshib kelishim kerak. Burunday orqa machasi kirib, to'kib ketaverardi. Oldin hozir shunday. Oldin. Hozir endi kirish qiyin qilib qo'yyapti-da bu qo'shni. Menga hali daqa qilyapti. Devorni ham ko'ryapsiz, qish qilib turib olib kelib buryapti. Olib kelib turib qiyin devor hech kim bunaqa qilmaydi. Hech kim bunaqa qilib birovni anaqasiga nima qilib 5 metrdan ziyod edi. Hozir o'lchamabman. Biletda taxmini 4 ga bormaydi-da. 1 2 3 4 ga chiqmaydi. Chiqsa hozir 3,5 metr chiqadi xolos. 5 metr edi oldin. Nimaga desiz? 2 necha holatda mashina sig'aradimi? Mashina mashina sig'aradi burun. Masalan, mashina tursa, chiqib yonidan chiqib ketaveradi. Ha. Tegmasida, mashina o'tib ketaveradi. Bunday devorlarga bir qarish qolib, o'tib ketaveradi. Hozir o'tmaydi. Hozir olib turing, iltimos chiqib olay, kirib olay. Bu qo'shnida mashina bor. Yo'lda salqinda men bezovta qilaman. Chiqib olay aka desam, turgan bo'lsalar, aka kirib olay deyman. Hali qiyin qilib qo'yyapti-da vaziyatni. Mashina chiqargani o'zi mettadan ham bitta oling, yana bitta. Mana shu uyni robot qanaqa qilib qo'yaman, ekrani bo'ladi, bunday hali 30 sm ekrani bo'ladi, guli. Yasatgan joyimda to'xtatib qo'ydim, uni o'rnatmay turinglar. Insongarchilik nimasidan bir yordam berishlarini so'rayman.